Moskvadan ofitsialniy ish qidirib yurgan aka opa-singilamizga rus firmada ofitsialniy ish bor. Xohlagan odam bezob'yom ishlashi mumkin, xohlagan odam ob'yomga ishlaydi. Undan tashqari kompaniya yotog'i, registratsiya, borib kelish forma hammasini kompaniya hisobidan mutlaqo bepul. Smenasi minimum 3600 rubldan boshlanadi. Bu ishimiz Moskvada Derevnya Sharapa, ya'ni Vnukovada, metro Vnukova, aeroport Vnukovning atrofida joylashgan Valber skalati. Mana shu Valber skalatga hozirgi kunda 18 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan, qo'lida Moskva patenti bor, ofitsialniy ishlay oladigan Snils NN hammasi bor. Skalatda ishlash tajribasiga ega aka opa-singillarimiz mana sizlarga 108 ming rubldan 180 ming rublgacha ishlay oladigan kompaniyani taqdim etyapmiz. Kimga shu ishimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerlar turibdi, hoziroq aloqaga chiqinglar. Joylar soni cheklangan. Aytib o'tgandek 10 ta ayol, 10 ta erkak kishi oladi xolos hozirgi kunda. Aynan. Ertaga nima bo'lishini bilmaymiz. Shuning uchun bugun joylar to'lib qolmasligi uchun bugunning o'zida, mana bugun 7-iyun 2025-yil. Shuning uchun bugunning o'zida borib joylashinglar, o'zingizlarni joylarni band qilinglar. Kimga ish haqida to'liq ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilib to'liq ma'lumotni olib o'tishingiz mumkin. Oilaga bir oyda bir marta har hafta avans bor. 18 dan 40 yoshgacha erkak ayol Moskva patenti bilan hamda skalatda ishlash opti oz bo'lsa-da bor bo'lishi kerak. Qolgan ma'lumotlarni demak ekrandagi nomerlardan olasizlar. Videoyimizda maksimal ish qidirib yurgan, Moskvada ish qidirib yurgan aka opa-singillarimizga shu videoni jo'natib qo'ysizlar. Albatta videoni like bosishni unutmang.